پارىژدىكى مۈشۈك. ئاپتورى رەنا غوپۇر. Başlaştım burun. Bu bir müşüknің muhabbet hikayesi bulup, burun yezip koygan edim. Hazır ança-muncha özgertiş kirgizip e'lon qilishni qaror topdim. Nima uchunligini bo'lsa, bilmasga silib oldim. Bu dunyoda tirishqan sir yaxshi qilg'il bo'lmaydigan ikki ish bor. Birisi muhabbatlashish, yana birisi uxlash. Bu ikkilisini kuchigan sir yomon qilib qo'ydigan bir inson bor. U men. Birisini yaxshi ko'ramsiz deb so'ramang. Birisini yaxshi ko'rmak bak tas ekan, shunga o'nini biroqli yaxshi ko'raman. Hikoyaning oxirini o'ylab bo'la olmadim. Oxirlashadigan kunidagi kayfiyatimga bog'liq bo'lsin. Hammanglarga xayrlik muhabbat, xayrlik hikoya tilayman. Rəna غوپۇر. Birinci qism. Men 10 aylık, qara, oq, kulrang, 3 rangdagi ala müşük. Bakmi romantik bo'lib qaraldigan Parijda yashayman. Parijdagi qora ranglik, cho'ng xishliq, ikki qasniqida qator ketgan do'konlar bor, bir piyodalar ko'chasida Tamcha degan ko'lami kichik bir qavoqxonni ko'rsiz. Bu yerda kecha-kunduz qaynoq bozor bo'ladi. Qavoqxonning darisi oldidagi supa mening makonim. Men u yerda oftobga qaqilib yetib, ko'zlarimni erinchaklik bilan ichib, o'tgan kashkanlarga qarab, ular bergan taomlardan g'izolanib, ko'zimga chiroyli ko'ringanlarning meni siylashlaridan huzurlanib, yaxshi ko'rmaganlarimning qo'lini tatlab turmush kechiraman. Bu shaharni yaxshi ko'raman. Ataqliq bir yozuvchi bormish, Yogo deydigan. O kishilarga agar dunyodagi bir shaharga mening ismim bilan nom berish to'g'ri kelsa, Parijni tanlayman deb tikanmish. Buni qavoqxonning doimliq mehmini qeri bo'ytaq emas, olatag'il to'lg'anda anglab olgan edim. Men erkin müşük. Hech kimning emas, ham hech kimning bo'lmayman. O'zimga Parijdagi bir daryoning ismini ism qilib qo'yib oldim. Sena. Albatta buni insonlar uqmaydi. Ular meni aslanchaq deb chaqirishadi. Sadagan ketay, men müşük tursam, yana müşük deb chaqirg'ini qiziq emasmi? Insonlar nihoyatda g'alati maxluq. Ularning nemadan xo'shal bo'lib, nemaga qayg'urg'inini bilish baktas. O'xshash bir ishqa birisi kulsa, birisi yig'laydi. Qo'sig'i assi yig'laydi, qo'sig'i to'ysim yig'laydi. Shunga bular bilan orliq saqlash kerakkan degan xulosaga keldim. Ham shundoq qilyapman. Ammo oltindek kuz kunlarining bir tushdan keyini oftobda tatliq uxlayotdim. Badanimga tekkan bir qo'ldan cho'chib ko'zimni ochdim. Bu qo'l boshqacha illiq, barmoqlari uzun, yiqimliq, puroq kelib turdi. Beshimni ko'tarishimga bir kelishgan yuzga burnim tegib ketib, darhol beshimni keynimga tortdim. Qo'lning egisi 30 yoshlar atrofidagi yiqimliq yuzi bor, chashlar chiroyli taralgan, pokiz, hatto nafs deyishga bo'ladigan bir er ekan. O meni silavatgan qo'lini tortib olib, qora ranglik kassasiga tushib turadigan chapinining ostidagi bir yanchug'iga soldi-da, qavoqxonaga kirib ketdi. Mening aromim shundan keyin buzildi. Uning kaynidan agishib mangdim. O qavoq pokining oldidagi o'rindiqdan birini tortib o'ltirdi. Men bo'sog'ida o'ltirib, uni kuzatishga boshladim. Nemishqikin qo'sig'imning ichi bir yerlari to'lg'inayotgandek his qilatdim. Menda uningga nisbatan sababini belgil bo'lmaydigan, g'oyat zo'r bir qiziqish qo'zg'algan edi. O bo'yturqi qamlashgan bir erkak ekan. Bu xil erkaklar qizlarning qiziqishini qo'zg'aymish. Buni qavoqning doimliq mehmoni bo'lgan bir necha qizdan bilib olgan edim. Bu qizlar ajoyib kiyimlarni kiyishidi. Yuzini alipasaq bo'yaydi.
Аяқларының пашнысы şundaq egiz və uşluq ki, ulağı dəssilib ketişdən bəkmi ehtiyat qılıman. Ularning tırnaqlari qıp-qızıl, meninkidəkli uzun. Meni seylaganda ba'zida sanchilib ketadi. Ularning xizmati ko'chada turish. Ular uzun qizil tırnaqliq barmoqlariga tamakini qistirib, ko'chada manganlarga gap qiladi. Qiziq yeri ular erkaklarga gap qiladi. Ular pat-pat yo'qab ketadi. Qayta paydo bo'lganda ba'zida nihoyatda xo'shal kayfiyatda bir-birsiga chaqchaq qilishidi, ba'zida bosh ko'zlari yara yig'laydi. Men bir müşük. Gerçi ularga o'xshash tishi bo'lsammi, bularning hech qaysini tushunmayman. Tushunadiganim insonlardan yiroq turish kerak. O süt, şeker aralashtirmagan bir stakan qahva buyurtdi-da, tamakidan birini tutashtirdi. Qavoq xo'jayini uning bilan paranglashishga boshladi. Ularning parangidan uning yondagi binoga ko'chib kelganini bildim. O binokorlik loyihalaguvchisi ekan. Buning nima ekanligini bilib ketmayman, ammo rasm sizish bilan munosabatli deb o'yladim. Chunki u rasm sizishga moyir emish. Ondan u yana o'zining bo'ytaqligini aytdi. Xo'jayin kulib, uni mazaq qilgandek bir nimalarni dedi. U kulib qo'ydi, ammo men bu kulkidan bir qayg'uni his qildim. Balkim tushunmagandiman. Ammo bu kulka men hech bir insonning yuzida ko'rgan hech bir kulkiga o'xshamadi. Shu kundan boshlab mening turmushimga yangi mazmun qo'shildi. Uni saqlash, u kelgandan keyin uni kuzatish. U kelmay qolsa, qo'rsig'imning ichidagi to'lg'inishdan bearam bo'lish. Kuz oxir bo'lib qoldi. Havo bakmi yiqimliq. Ba'zi kunduzlari u ishga bormay, qavoqqa kelib, kompyuterda bir ishlarni qiladi. İşləgən günləri kəşdə qavaqqa kirib, birdəm o'ltirib qaytadi. O mənə daim yeməklik alğaç keladi. Bundaq çağda mən heç bir tartınmay, onun yotisiga chiqib o'ltiraman. Ba'zida ko'zimni yumib yotaman. Kichik yuragimning so'qishi uningga belinib turdi. O men yaxshi ko'rdigan uzun barmoqlar bilan meni siylag'ach ishini qilaverdi. Shundaq kunlarning birida erenchaklik bilan kerilib, beshimni ko'tarib, uning kompyuteriga sızgan rasmiga ko'zim tushib, qetib turib qoldim. Rasmdagi bir müşük. To'g'risi men deb o'yladim. Jazmlashtira olmaganimning sababi bu müşük bakmi chiroyli edi. Agar u rostila meni sızgan bo'lsa, meni chiroyli deb kaynimdan qo'g'lab, aram bermaydigan kapsiz müşük Leo va kitobxonning bo'nqush mushugi Aleksandrning nemishqa meni yaxshi ko'rib qolganining sababini bildim. Dilim yayrab, miyanglab ketdim. O menga qarab, "Sening isming bormi? Men sana bir ism qo'yib qo'ysam bo'g'idak." Devedi xo'shalliqimda. "Ismim bor, ammo sen yoqtirdigan ismni qo'yib qo'ygin," dedim. Albatta, u buni tushunmaydi. Burun birsi o'zining o'lib ketgandan keyin mushukka aylanib, mening qishimga keldig'ini aytqandi. Shuning ismini sana qo'yib qo'yay. Kiloris. Bu ismning yaxshi yomonligini bir tarafga qo'yib turay. O'lib ketgan bir insonning ismi bilan chaqirilish meni sal-pal bearam qildi. İnsanlar o'lsa, qandaq bo'ldig'ini bilmayman. Mushukning 9 joni bor. Men oson o'lib qolmayman. Shunga o'lmaydigan birisining ismini qo'ygan bo'lsa, texmi muvofiq bo'ladi. Anyway, bu o'lgichi uning uchun alohida ahamiyati bor birisi bo'lsa kerak. Shundaq bo'lganda mayli.
Ertesi səhərdə yandakı bolka dükanıdakı yasançoq, qoramığa yetken çişi müşük Sofiya adeti boyunca belini inçik tartıp, kassasını tolğap, quyruğunu larzan mıdırıltıp, yenimə kelip. Bonjour, Sina, dedi. Mən onunğa özümnің yeni ismim bolğanını dep berdim. O burutlarını uçurup, Şundaqmı, Kilores? Bu Yunanca gül padşayı degan ma'noda. Yeni isminga muborak bo'lsin, dedi. Sofiya bakmi jazbador, bilimlik müşük. O daim qulğımga men bilmaydigan ajoyib qarayib ishlarni pichirlab deb berdi. Men onunğa birər insonning meni beqib olishini o'ylab qolganimni aytdim. O ko'zimning ichiga qarab turib ketdi-da. Bu inson har qandaq birisi bo'lsa bo'lamdi. Masalan, uduldagi kalbasa, qizi dukkanning semiz xo'jayini degandek. Men darhol beshimni chayqadim. O odam bakmi qo'pol, ham uningdan puraydigan puroq meni bakmi bearam qiladi. Gerçi o meni beqib olsa, qo'saq g'imi bo'lmasimi? Uning maylashib turgan yuzini o'ylasamla, tuklarim ta'tir turdi. Sofiya kulib ketdi. Amsa Kilores, bu ishni obdan o'ylasang bo'g'idak. O yana kelgan pardasida to'lg'inib ketib qoldi. Men heli ishqa mang'icha qahva alg'ili keladigan, onunğa yiqimliq ko'rinish uchun yuzlarimni astoydil yuvishga boshladim. Bir kun kechqurun o qavoqxonaga kirib o'ltirishi, heliqi yasanchuq qizlardan birisi so'ngdishib kelib, uning yenida o'ltirdi. Qiz tamakisini tutashtirib, isini asta puflagach, uningga yondan qarab turadi. Men uning quchog'ida hushyorlik bilan kuzatib turdim. Qiz: "Mendek bir qizga birər stakan ichimlik elib berishga yo'q demaysiz balkim?" dedi. O burilib qizga qarab, "Xolig'iningni buyurut", dedi. Qiz: "Takila", deb vaqirdi. Aroq keltirilgandan keyin qiz yana: "Tanışıp qalayli, ismim Kirst", dedi. Ummo Sebastian deb ismin deb berdi. Ular parangga tushib ketdi. Kirst az-azdan o tarafga surilib kelib oldi. Men beshimni egiz ko'tarib o'ltirdim. Gap arliqida Kirst meni ko'tarmoqchi bo'lib, qo'llarini qasdan uning yo'tisiga tekkizib edi. Uzun tırnaqlarım bilan qo'lini tatılib aldım. Kirst chiqirab qo'lini tatdi va "O'lgur müşük" deb beshimga birini qo'ydi. Sebastian meni ko'tarib elib, asta yerga qo'ydi va xo'shlashib uyga mangdi. Menmo Kirstning egiz boshliq oyog'iga dasilib ketishdan qo'rqib qechib ketdim. Shu kechadan keyin u bir necha kungacha o'zini ko'rsatmadi. Men uning meni ko'tarib yerga qo'yib qo'ygan qo'lidan badanimga taralgan illiqlikni tirishib aslaganimcha alang-salang yurib ketdim. Heli qisbida yotqinim yotqanla. Ash qo'lning meni qayta selishini kutib olmag'icha ko'zimni ochqim kelmadi. Sofiya güpüldüdüp tatlı qaymaq purğunicha qishimga keldi. "Voy bichara bayqush, 9 jiningning oz deganda 3 chiqib ketgandek bo'lib qolsan. Sana bir yumur aytib beray. Seni ruhlantirishga yardım tegsa, ajab emas." Bir ayol yerim kechada opasiga telefon qilib, yo'ldishining tehiç uyga qaytmaganini, sirtda birər ayol kishining qishidimikin deb gumon qilayotganligini aytib yig'labdi ekan. Opasi tasalli berib mundaq yomon ishlarni o'ylamaslikni.
Kim biladi, yo'ldishini mashina soqutib, o'lib qaldimi texi. Shunga umidvor bo'lishini aytibdi. Sofiya o'zi kulib telqib qoldi. Qasam qilamanki, men bu vaqtgacha Sofiyadan anglagan eng kulkulik, holbuki eng nomuvofiq yumor edi. Sofiya mening kulkamni anglamagandikin burilib man qardi. Uning ko'zi mening qo'rqinishdan cho'ng ochilgan ko'zimga tushdi. Sina, uni yaxshi ko'rib qoldim demaydigan sana? Bu dunyodagi eng ahmoqona ish. O bir ahmaq inson. Sen bir müşük. Sen birli insonga müşük bo'lasan. Ammo ular bir qancha müşük beqib oladi, hatto itmi beqib oladi. Shunga to'xtab qilishingni tavsiya qilaman. Sofiya meni tashlab qo'yib ketdi. Men xiyollarim bilan qoldim. 2 kundan keyin u keldi. Yiqimliq yuzi, uzun barmoqlari, albatta menga elib kelgan bir quta müşük konservasi bilan o'likdek yotgan mening beshimni silab, "Bonjo, Kilores" deganida men to'qsoqib atgandek beshimni ko'tardim. U saqkan, o'lib qolmabdi. Boshqa bir shaharga xizmatga berib ketdi. Uning bilan yashash arzuyim kun sari kuchayib ketyapti. Buning uchun azroq tirishchanlik ko'rsatishim kerak bo'ldigan o'xshaydi. Kashkuz yo'pirmoqlar tushib, daraxtlar yalang'ochlandi. Yomg'ir kutilmaganli bir vaqtda xohlaganicha yig'ayverdi. Barliq mavjudotlar havoning bu erkak xuyiga bardoshlik berish kerak. İnsanlarmı, müşüklərmi? Bir kun kechda u qavoqqa keldi. Bu kun boshqacha yiqimsiz sovuq edi. Yomg'ir birarsi etivitishni unutib qolgan jumakdan eqivatgan suvdak quyilishga boshladi. Men odam yo'q piyodalar ko'chasining o'ttirsida turib, qavoqda o'ltirib pivo ichayotgan uningga qarab turatdim. Qavoqning ichi issiq, rahat. Ammo men kirsam bo'lmaydi. Chunki mening planim bugun ishga eshishi kerak. Bir soatdan keyin u uyga qaytish uchun chiqdi va sovuqdan mudofialanish uchun chapinining tugmallarini ching etib, yoqasini ko'tardi. Bu orliqda ko'chada cho'p-cho'p, ho'l, dugdarab turgan meni ko'rib ulgurdi. U menga birdam qarab turib ketdi-yu, yana uyga yo'l oldi. Azroq mengib to'xtab, menga yana qaradi. Lekin yana mengayverdi. Men asta uningga ergashdim va ichinishliq miyanglashga boshladim. U mening ovozimni anglab, menga burildi. Joyimda to'xtab, uningga qarab turdim. U yana oldiga mangdi. Men keynidan ergishib, mengib miyangladim. U to'xtadi, qaradi, mangdi. Men ergashdim, miyangladim. Bu o'yin bir necha qatim davomlashgandan keyin u oxiri keyniga yenib, meni dast ko'tirib, boyi ching etib olgan chapinning tugmasini yeshib, meni qo'yniga silib, uyiga qarab yo'l oldi. To'g'risi, yo'l oldik. Nemaday, u jannatdek yiqimliq puraydi ekan. Uning badan haroratida muzlagan tenim asli kelyotdi. Uni qini purashqa boshladim. Uning yurak so'qishi mening yuragimga belinib turadi ham asli ritmini tezlatib o'tadi. Tuyuqsiz u beshini egib, ko'zimni yerim yumib hozirlanayotgan meni beshimda so'ydi. Bu men kutmaganli bir ish bo'ldi. Cho'chiginimdan mo'ylarim ta'tir o'rildi. Halbuki buni bakmi yoqtirdim. Uning yumshoq levi bor ekan. Shuning bilan menmo g'ayratga kelib, muzdek burnimni uning bo'yniga, ingikiga, yuziga tekkizdim. Andin
Yirik, kichik tilimni chiqarib, uning yuzini yalab baqdim. O, men tortxonadan o'g'irlab yegan qaymoqqa o'xshash, ammo uningdan tatliq tetiydi ekan. Lift bilan 9-qavatga chiqib, 15-nomerlik uyning oldiga keldik. O ochqish bilan eshikni ochib kirib, chiroqni yondirdi. Ondan meni yerga qo'ydi. O tozliq uyga kirib ketganda, men atrofni kuzatishga boshladim. Bu moda bezalgan apchil uy ekan. Hamma narsa oq rangda. Bir necha ranglik narsadan biri tomdagi g'oyat zo'r bir parcha rasm. Bu bir qizning yuzi eqiyotgan rasmi. Bu oshxona, mehmonxona bir tutash uy ekan. Cho'ng elips shakllik derazaning oldida kichik supa bo'lib, bir kichik ustal, bir qilin ko'rpa qo'yilgan. Ustal ustida bir botilka haraq, bir romka, bir kuldan turadi. Derazadan to'mir munar ko'rinib turadi. Bu uy uningdek yiqimliq puraydigan, bak rohat, ammo tanholik qaplagan uy ekan. O kiyimlarini almashtirib, oppoq lo'ngidan birini ko'targan peti yenimga keldi. Meni astoydil surtib, qurtqandan keyin quchig'iga ilib, egiz ustalning yenidagi o'rindiqqa joylashib, kompyuterni ochdi. Davomi bor.